Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana dalada xudo xolasa 2026-yil tayyor bo'ladigan ko'chatlarga ham hozirdan ishlov beryapmiz. Bu ko'rib turganlaring vishnya qora gilos va chiqqaniga baho beringlar o'rtoqlar. Bu gilosni chiqarishni o'zi bir nima, mashaqqat. Xudo xolasa ko'chatlar zo'r, buni taqalaq qilamiz. Ishonchli ko'chatlar Agrovodi kanallarida bizni kuzatib bor ekanlar. Mana giloslarni qo'yib boryapmiz. O'sha giloslarni xuddi shularga xudo xolasa payvand qilamiz. Oldindan agar navlaring bo'lsa, zakasam qilsalaring yetkazib beramiz. Bu o't mineral o'tlardan, u machavinadan sepyapmiz. Ko'chatni sal o'stirishga. Yerda endi yomg'ir ko'rsatyapti. Shu yomg'irda bu dorilarimiz, sepgan dorilarimiz shuni yerga kelib, ayatni olib orqasidan pitus suvga ochamiz. Xudo xolasa ko'chatlar zo'r holatda. Ishonchli ko'chatlarga adashmanglar do'stlar. Bemalol bizdan ko'chatlarni hozirdan buyurtma qilib sotib olaverasizlar. G'irt dehqonchilik ko'chatlar hali olib sotalarga allanib qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, mehnatlarga rak bosishni unutmanglar.